Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz mavzusi kompyuter viruslari va ulardan himoyalanish usullari. Hozirgi kunda kompyuter va internet hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Biz o'qish, ishlash, muloqot qilish va ma'lumot saqlash uchun kompyuterdan foydalanamiz, ammo internet orqali turli xil zararli dasturlar, ya'ni kompyuter viruslari ham tez tarqalmoqda. Agar ulardan himoyalanmasak, muhim ma'lumotlarimiz yo'qolishi yoki o'g'irlanishi mumkin. Kompyuter virusi nima? Kompyuter virusi bu foydalanuvchi ruxsatsiz kompyuter tizimiga kirib, zarar yetkazadigan maxsus yozilgan dasturdir. Viruslar nima qila oladi? Ular fayllarni buzishi yoki o'chirishi mumkin. Kompyuter ishini sekinlashtirishi, maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlashi, operatsion tizimni ishdan chiqarishi mumkin. Ular odatda internetdan yuklangan noma'lum fayllar, email xabarlar, fleshka yoki zararli saytlar orqali kompyuterga kirib, barcha ma'lumotlaringizni o'g'irlashi yoki fayllaringizni o'chirib tashlashi mumkin. Kompyuter viruslarining bir necha asosiy turlari mavjud. Ular fayl viruslari, dastur fayllarga yopishib oladi va dastur ishga tushganda faollashadi. Keyingisi tarmoq virusi. Internet orqali tez tarqaladi va boshqa kompyuterlarga ham yuqadi. Yana Trojan. U o'zini foydali dasturdek ko'rsatadi, lekin ichida yashirin zararli kod bo'ladi. Yana bir o'ziga xos virus, chuvalcha, ya'ni worm. U mustaqil ravishda ko'payadi va tarmoq orqali tarqaladi. Keyingi virus turi ransomware. Fayllarni bloklab qo'yadi va ochish uchun pul talab qiladi. Oxirgi virus spyware. Foydalanuvchini yashirin kuzatadi va shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlaydi. Bu virus turlari juda xavfli bo'lib, ulardan himoyalanmasak, bizga kelajakda juda ko'plab dahmazalar keltirishi mumkin. Videomizning asosiy joyi. Viruslardan himoyalanish uchun quyidagi oddiy qoidalarga amal qilish kerak. Antivirus dasturlarini o'rnatish va doimiy yangilab turish, noma'lum fayl va havolalarni ochmaslik, fleshka va tashqi qurilmalarni tekshirib ishlatish, faqat va faqat ishonchli saytlardan dastur yuklash, operatsion tizim va dasturlarni doim yangilab turish, kuchli va murakkab parollarni ishlatish, muhim fayllaringizni zaxira nusxasini saqlash. Va shu o'rinda o'zimning fikrimni aytib o'taman. Parollaringizni hech qachon elektron tarzda saqlab qo'ymang. Parollarni saqlashning eng xavfsiz yo'li bu miyangiz. Chunki siz xotirangizga saqlab qo'ygan parolni hech kimga aytmas ekansiz, parollaringiz doimo xavfsiz saqlanadi. Viruslarning eng asosiy maqsadi bu sizning parolingiz. Sizning parolingizni bilgandan keyin u sizning nomingizdan hamma ishni qilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, kompyuter viruslari bugungi kunda axborot xavfsizligi uchun eng katta tahdidlardan biri hisoblanadi. Har kuni millionlab yangi zararli dastur internet orqali tarqalmoqda va ko'plab foydalanuvchilar o'zlari bilmagan holda ularning qurboniga aylanmoqda. Viruslar nafaqat kompyuter ishini sekinlashtiradi, balki muhim hujjatlar, shaxsiy rasmlar, parollar va maxfiy ma'lumotlarning yo'qolishiga yoki o'g'irlanishiga ham sabab bo'ladi. Shuni unutmaslik kerakki, viruslardan himoyalanish juda murakkab jarayon emas. Oddiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, ishonchli antiviruslardan foydalanishning o'zi yetarli bo'lishi mumkin. Bugungi videoda sizlarga kerakli ma'lumotlar bera oldim degan umiddaman. Rahmat shart emas, hammaga xayr.